Bugun sizlar bilan biz top 10 talik eng kuchli bo'lgan anime personajlarini ranking qilib chiqamiz. Akaza bizda bundoq shaq etib chiqib qoldi, yu qilib. Akaza ham ancha kuchli, o'zingizlar bilasizlar. 5-o'rin lekin unchalik darajada kuchli emas. deb turganimda nimaga bu tiqiladi? Nimaga tiqiladi? Mana yerda hali shunchasi turibdi. Shaq etib birinchi o'ringa qo'ya olmayman-ku. Uytma. Namasda, unaqa qilmanglar. U bizning unchalik kuchli emassan-ku sen. Nima bu yerga tiqilasan? Men kuchli. Bilaman, hammanglar urishasizlar hozir. Oh. Orewa. Monke de Luffy. What. 3-chi o'rin bo'lib turgansan. Kuchlilar uchda. O'sibek Naruto tattibayo. He. Nada sen harakatdan hech qachon to'xtamagansan. Daji degansan. Nu baribir sen eng kuchlisan degan emas, to'g'rimi Naruto? 4-o'rin. 1-o'ringa bizga kim chiqadi? Xo'sh. Nu nima bo'lyapti? Vashi kuchli personajlar chiqtashyapti. Faqat qayoqqa qaramang, bu animeni eng bosh qahramonlari chiqyapti. Men deb xato qilib qo'ysam, sizlar meni kommentariyada so'kib tashlaysizlar. Shuning uchun men xato qilishga harakat qilmayman, lekin mana bu effekt menga xato beryapti. Mayli, demonslar, kechiringlar fanatlar. 7-o'rin qo'yib beray, 1-o'rin kuchli personaj qo'yish kerak-da. Da, tushunyapsizlar-ku o'zingizlar, to'g'rimi? No, 8 bo'pti. Uzr. Mendan o'tayotgan bo'lsa, de. Gojo Satoru. So'kmanglar, iltimos, so'kmanglar. 1-o'rin bo'lmaydi-da bu. Iltimos, so'kmanglar. Ataylab qilganim yo'q. Ataylab qo'y. Nima bu effekt? Bam bo'lganmi bu? Mana kim mana? Bu kim? Yo, aka-ukamsizlar. Dadanglar rosa anaqa bo'pti. 1-o'rin faqat qaramay turamiz, xo'sh. Mana bizning person. Uchival Sasuke 1-o'rin. Hazillashdim, bu prikolni odamlarda top 10 talik rankingi bo'ldi. Keyingi videomda yana qaytadan obzor qilib berib chiqaman. Eng kuchli personaj top 10 taligini qilaman. Bu shunchaki effekt sotilgan. Shuni o'ringlar.